Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari Michel Bachelet'ning Xitoy irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Sharqiy Turkistonga ziyarati mezgilida Turkiya parlament a'zolari Turkiya Buyuk Millat Majlisida Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yana bir qatim kun tartibga olib keldi. Turkiya İYİ Partiyasining parlament a'zolari Faxrettin Yo'qush, Erxan Usta va Yasin Öztürk 2022 yili 5 oyning 25 va 26 kuni Turkiya Buyuk Milliy Majlisida Sharqiy Turkistonning vaziyatini, Turkiya va islom davlatlarining uningga bo'lgan pozitsiyasi haqida so'z qildi. Parlament a'zolari Sharqiy Turkistondagi yig'ilish lagerlari haqida yangi oshkorlangan hujjatlar va lager qurbonlari munbirining Xitoy elchixonasi oldidagi faoliyati haqida to'xtaldi. İgilinicha Xitoy davlat raisi Xi Jinping Xitoyda ziyarati bo'layotgan va Sharqiy Turkistonga berish oldida turgan Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari Michel Bachelet bilan ko'rishganda Xitoyning kishilik huquq ahvolini maqtagan hamda hech kimning ta'lim berishiga muhtoj emasligini, kishilik huquq masalasini siyosiylashtirmaslik, qo'ral qilib olmaslik, uningdan foydalanib Xitoyning ichki ishlariga aralashmaslik kerakligini bildirgan. Xitoy yana Bacheletdan ziyorati jarayonida muxbirlarni yanada olmaslikni talab qilgan. Yana bir tarafdan Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Amaldori ishxonasi Xitoyning bu qatimliq ziyorat jarayonida Bacheletning so'zlarini burmilab xabar qilganligini e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Xitoyning oldin qayda bexatarlik kelishimi imzolagan Solomin taqim orolida harbiy baza qurish niyati yo'qligini aytdi. Xabar qilinishicha, Wang Yi Tinch okeandagi orol davlatlariga qaratgan safarining birinchi bekitida Solomon taqim orolini ziyorat qilgan va mansabdoshi Jeremiya Maneli bilan ko'rishgan. Wang ikki davlatning bexatarlik hamkorligiga tuhmat qilishga urinishlarning borligini aytgan. Xabar qilinishicha, Xitoy va Rossiya o'tgan hafta Birleşken Devletler Teşkilatı'ning Shimoliy Koreyaning ballistik boshqarilgan bomba sinoqlariga qarshi embargo yurgizish qarorini rad qilgandan keyin Birleşken Devletler Teşkilatı umumiy majlisi maxsus yig'in chaqirib, Xitoy va Rossiyaning bu vaqtdagi oqlashlarini anglamoqchi ekan. Amerika prezidenti Joe Biden poytaxt Washingtonga yaqin Annapolisda Dengiz armiyasi akademiyasining o'qish bitirish marosimida nutq so'zlagan. Egilanishicha, Biden Ukraina vaziyati haqida to'xtalganda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Yevropani Finlandiyaga o'xshash betaraf qilmoqchi edi, ammo ularning hammasini NATO qildi dedi. Xitoy bosh ministri Li Keqiang Xitoy iqtisodiy yo'qib yangi boshlangan 2020-yildagiga qaraganda texnik nachar dedi. Li Keqiang yana davlat iqtisodidagi ko'rsatkichlarning ko'rinarli tuvanlaganligini ogohlantirdi. Sharqiy Turkistondagi Xitoy amaldorlaridan Ma Shingruy, Qo'rchoq amaldor Erkin Tunyaz, Shavkat Emin, Nurlan Abilmajin qatorliqlar 22 may atalmış Şinjan muzeyiga tekshirishga borganda Şinjanning madaniyat orqali oziqlantirish qurilishini cho'nqur yo'lga qo'yish, Jo'nxa an'anaviy madaniyatiga aloqador madaniyat yodgorliklarini qo'g'dash nomidagi assimilyatsiya siyosatini qayta ta'kidlagan.